Mana Pruti ekskavator bilan qozish kerak hali buni chuqur qilib. Mana shunday taxlab chiqdim buni. Assalomu alaykum. Hamma yaxshimisizlar do'stlar? Ishingiz yaxshimi? Biz yana bir ishga keldik hozir. Sizlarga ko'rsatib beraman. Bugun ne ish etishimiz. Qaranglar. Hozir ichida gruntlar olib, shu gruntlar olamizdan xudo xolasa biza poyezd o'zirani atrofini gömib tuzatib berishimiz kerak. Qaranglar. Ushatib aylantirib, shu yerdan ulab berishim kerak, shu yerdan mana. Shuni olib ketib, ushatib ulab berishim kerak. Shu o'zini dam oladan joy bo'lishi kerak. Bog'liq, sog'liq bakaman deydi. Ushatib aylantirib beraman shuni. Hozir xudo xolasa. Shu yerda grunt yetadi menimcha. Bedalamiz. Oxirida ko'rsangizlar, sizlarga rezultatni ko'rsatamiz. İşga baqa beringlar mana. Shunday burib olib keldim buni mana. Hozir shu yerga ulasam bo'ldi ana shu yerga. Mana ish. Ko'rdingizmi? Bu yog'i ham suv, opasni. Xudo saqlasin, agar traktor ne to yurishini qilsangiz ketib qoladi. Chuqurligi ham normal, lekin bu yer ham chuqur, bu yer ham chuqur. Shunaqa gaplar do'stlar. Mening aytgan ishim borayotgan paytda o'zingiz trambovka qilib borishingiz kerak, trambovka qilib. Короче, mana past shu yergacha kelib qoldim. Endi u traktdan tashlayman bu yergacha. Mana shunday. Mana rezultat qaranglar. Yomg'ir yog'ib turibdi mana rezultat. Qanday chiqdi? Krasotami? Hech qanaqa narsa qo'yganimiz yo'q. Atmetka emas, ko'z bilan chiqardim mana shunday. Do'stlar, kecha uspet qilmagandik. Mana shu yergacha uspet qildik kecha. Qaranglar. Shu yerga. Qarochi biz bu daraxtgacha emas, endi qisqartirar ekanmiz buni. Mana shunday shu yergacha ulab qo'yamiz ekanmiz. Hozir men bu yoqdan boshlaganda, endi bu tarafdan boshlayman. Shu yergacha ulab qo'yaman shunday. Mana shu yerda plashatka qilaman-da, shunday davom qilib shu yergacha ulab qo'yaman. Xudo xolasa rezultatini ko'rsatamiz. Buning uchun men nima qilamiz? Bunga bitta plashatka yasab olaman, spokойно orqasi bilan borib, traktor bilan oldi bilan shu yerga tashlab qo'yaveraman-da shunday. Hozir ko'rsataman uni ham. Do'stlar, qaranglar. Bu yerdan hozir o'rtasidan yo'l qildim, mana shunday kirdim. Keyin mana bu yerga plashatka qildim, qaranglar. Traktor yuradigan qilib, normal plashatka qilib oldim. Shu yerdan boshladim keyin mana. Shu yerdan ko'cha bor edi, bu yerda bor edi. Keyin yo'lni mana bunday qilyapman mana, qarang. Mana shunday ulab qo'yaman buni. Mana shunday. Bu yoqda aylanib, har safar shu yergacha kelganda, shu yerda plashatka qildim, возможно bor ekan mana. Shunday ulab qo'yaveramiz endi xudo xolasa. Qarchi bu yergacha emas, прямой bo'ladi ekan, mana shu yergacha ulab qo'yamiz ekan shunday. Rezultatini ko'rsataman. Xudo xolasa. Texnikada ham dvigatel tarafini o'ylash kerak-da o'zingizga. Birinchi saraga ekonom qilish kerak texnikada. Qancha ekonom qilsangiz o'zingizga yaxshi. Keyin texnika azob bermaslik kerak. Самое главное. Qolgan ish hammasi topiladigan narsa. Shunaqa gapni hozir tugatib, rezultatini ham ko'rsatamiz. Mana shunaqa rezultat chiqdi mana do'stlar, qaranglar. Hozir qolgan yerlarni tekislab tashlayman, mana bu yerdagi ozgina daraxtlar olib tashlayman. И всё. Buni tekislab chiqqandim, ustida yana qo'shib chiqdi edi, 1 metr ko'tarib chiqdi mana. Hozir shu yerlarni tozalab, yana bir ko'rsatib beramiz sizlarga. Shunaqa gap, tabiat go'zalligiga qaranglar. Xudo xolasa purut tayyor mana. O'zi hamma yerga cho'tka qilib tashladik mana. Mana shu daraxtlar olib tashlashim kerak endi, всё. Keyin buni chiroyli qilib ekskavator bilan planirovka qiladi-da buni. Dahshat qilib buni bunday qilib planirovka qilish kerak buni.
post chiqarish kerak. İçini qozadi buni где-то 6-7 metr qilib. Keyin ichiga toshlar tashlaydi bir ikkita. Keyin o'zini ximiyalari bor ekan tashlaydigan. Chiroyli bu purt qiladi-da, keyin ana shu yerdan o'z yeri oqib turibdi, ana shu yerdan. Katta turba qo'yadi, ana bu yerdan bitta turba qo'yadi. Sudan suv kelib, o'tib ketadi-da, shu yerdan kerak bo'lsa. Shu yerdan bitta qo'ysa, ana bu yerdan bitta qo'yadi. Suv keladi-da, kirib oqib o'tib ketaveradi. Shu ichkarisiga to'lib, qolgani tashqariga chiqib ketadi. Shunday qilib taxlamoqchi buni. Mana sizlarga rezultat. Ishga baho beringlar. Mana Pruti ekskavator bilan qozish kerak hali buni chuqur qilib. Mana shunday taxlab chiqdim buni. Mana shu krasavchikda. Ishga baho beringlar do'stlar. Xudo xolasa mana shunday ishlardan chiqarib turaman agarda sizlarga yoqsa, shunday ishlardan tashlab turaman sizlarga ana. Просто kamera olishim kerakda, постоянно telefonda snimat qilish ham neudobni. Kamera bo'lsa chekiga qo'yib qo'yasan, полностью qanday ishlaganini rezultatni chiqarib turadi. Ana. Pruti. Hammaga xayr olsun do'stlar. Ishlaringizga omad. Xudo xolasa bundan zo'r videolar kutib qolinglar do'stlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.